Merhaba do'stlarim, qalaysizlar? Mana bu yerda tramvay to'xtaydi Asimovkasida. Mana bu yerdan pul to'lab kiradigan joyi. Hozir ham ayol shuna o'tdi yo'ldan, shuna o'tsa hech kim shugini pishtirmaydi. Kelib, o't bo'lganidan keyin pulini to'lab ketyapti. Mana ko'rasizlar, tramvay to'xtaydi. Odam oladi, ketadi. No, shuna yo'ldan o'tib olsanglar-da, Asimovkaga kirib olsanglar ham hech kim hech nima demaydi, lekin odamlar pulini обязательно to'laydi yo'l kirasini. Mana bu yerda mana kart uradigan joyi bor. To'lab keyin o'tirishadi tramvayga. Hech kim aldamaydi. Lekin bemalol o'tsanglar bo'ladi, ya'ni kirib ketsanglar bo'ladi anaqaga, Asimovkaga, tekinga demoqchiman. Kamera bu narsa degan narsa yo'q. Qanaqadir bir odamlar bunaqa mayda narsalarga puli bo'lsa bo'lmasa обязательно to'lashadi. Lekin ko'rasizlar, mana ko'chaning ichidan shuna chiqsasizlar, misol uchun oddiy bitta rayondagi bitta Asimovka. Shu yo'ldan o'tsanglar, mana zabor yo'q, boshqa yo'q. Tramvay mana eshigi ochilib o'tirib ketsanglar bo'ladi, lekin odamlar bu yoqqa kirgandan keyin обязательно mana bitta pulini to'lab